Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Sizlar bilan Sohibjon Asrorov, sizlar Sohibjon Asrorov kanalidasiz. Mana bizlar bugun yana Samarqand viloyat Jomboy tumanidagi g'isht zavodlaridan biriga yetib keldik. Mana ko'rib turganlaringda 3-4 gektar joyda olgan mana dastlabki xizmatlari, mashinlarimizni ham olib qo'yamiz. Hamma yoq bor. Endi g'ishti, mana shu g'ishti narxlari, razmerlari bilan mana shu yerda Shuhrat akamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir tanishtirib o'tsangiz mana shuni. Razmerlari, narxlari dastlabki qanaqa bo'ladi? G'ishtimiz razmeri 25 ga 9. Qalinligi 9. Yeni 12. Yeniga 12. 550 so'm joyida. Dastlabki mashinlarimiz bor, mana avtomobillarimiz. Hammasi yetkazib beramiz. G'ishtimizga javob olib borib, xohlang qo'l bilan tushiring, xohlang og'darib tashlaymiz. Qo'l mehnati talab qilmaydi, og'darib bersam sinmaydi bu. Sinmaydi. Keyin mana shu dastlabki xizmati deganda mana shu dastlabkalar kilometrga qarab o'zgaraveradi o'yinlar. Endi nima deydi? 10 kilometrga buncha nima Xullas sotib g'ishti olingandan keyin manzil aytilgandan keyin mana shofyorlar bilan kelishiladimi? Dastlabki kim bilan kelishiladi? Mana shu yerda shofyorlarmi, mana zillar, mana hozirda o'zi 4 tasi turibdi. Zillar yana bormi yo bori yo'q shumi? 4 ta. Yana ko'p, xohlagancha mashina topiladi. Endi g'ishti razmeriga keladigan yana bir o'zim yana bir tushuntirib o'taman. Chunki hamma joyda o'zim отдельно tushuntirib o'taman. G'ishti uzunligi 25 sm, qalinligi 9 sm, eniga keladigan bo'lsak 12 sm bo'ladi. Endi yana bitta savol, bitta zilga nechta g'isht ketadi, ezilmasdan boradi? 2000 ta olamiz. 2000 tagacha bitta zil oladi. Faqat zilmi yo kattaroq ob'yomdagi mashinalarni ham topsa bo'ladimi? Kattaroq ob'yomdagi mashinalarimiz bor, 2500 ta olinadi. 2500 ta oladiganlari ham bor. Yog' ezilib ketadi. Agar 2500 ta olsa, shu 550 so'm dedikmi g'isht hozir, narxi yana tushadimi, tushmaydimi? Oxirgi narx kelishilgan narxda kelishsa bo'ladi. Kelishilgan narxda. Endi qancha ob'yomiga qarab kelishilaveradi. Shunday, ha. Xullas kalon, mana ko'rib turganlaringdek g'isht zavodiga keldik. Mana 3-4 gektar joyda mana g'ishtlar yaxshilab olib qo'yamiz. Operator yaqinroqdan g'ishtni bitta olamiz. Mana mehnat ketyapti, g'ishtlar tayyor bo'layapti. G'ishtni chegarasi yo'q. G'ishtlarning mana sifatiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Mana shuncha katta joyda odamlar mehnat qilyapti, g'ishtlar tayyorlanyapti. Agar qo'shimcha savollar bo'lsa, ekrandagi mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Sizlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.